oilada 2 o'g'lim, erim, o'zim 4 kishi bizda. O'zimizni operatsiya qilishga kuchimiz yetmasdi. Davlat tarafdan bizga shu operatsiya qilamiz deb xabar qilib kelishgandan keyin biz hammamiz xursand bo'ldik. Turmush o'rtog'im vafot etganlar. 2 nafar farzandim nogironligi bor. O'zim ham 2-guruh nogironiman. Nogironlik nafaqasidan ro'zg'or o'tkazaman. Bundan tashqari Ramazon oyiga bir martalik 1 million pul plastikimga tushirib berishdi. Mana yaqinda prezidentimiz muborak Ramazon oyida 1 million bir martalik moddiy yordam berdilar. Xudoga shukr, mana shuni yaxshi kunimda mana nevarachalik bo'ldim, shu ishlatdim. Agar shu bo'lmaganda kimdandir qarz olaydim, yana ahvolim og'irlashaydi. Juda qiyin edi. Prezidentimizga rahmat, shuncha e'tibordan chekka qolmayapmiz.